ki ertaga qiyomat kuni ham Rasulullohga qo'shni bo'lishga arziydigan bo'lib qolgan bo'lsin ilohim. Endi hamma muhabbatiga yarasha janobi Rasulullohga qo'shni bo'ldi. Hamma kundaligiga bu yerda hoji akalar, hoji onalar o'zi baho qo'yadi. Atrofdagilarning bahosi sizni qiziqtirmasin. Bu yerda har kim muhabbatiga yarasha ibodat qiladi. Bu yerga keldilaring, 11 kun umrlaring bor shu yerda. 11 kun qanday yashasalaring ham uylaringga qaytib ketasizlar. Sizlarda hoji aka, hoji ona deyaveradi hamma. Maqsad aeroportdan qaytib ketsalaring ham shu ish hosil bo'laveradi. Bilib olinglar, agar maqsad bo'ladigan bo'lsa, hamma kelib qopti mahallada, men qolib ketibman, men ham keldim, o'g'lim jo'natib yubordi. Yo'q, unday emas. Bu yerga Xudo taoloning yaxshi ko'rgan bandalari keladi xolos. Bu yerga na sizni pulingiz, na obro'yingiz, na istolingiz olib keladi. Bu yerga muhabbati bor odam keladi. Sizlarda to'lagan pullaring bir marta Rasulullohning oldiga kirib salom berishga ham yaramaydi. Xurmo bog'da osh yeyishga ham yaramaydi pullaring. Bu yerga shuning uchun Alloh taolo muhabbati bor odamlarni olib keladi. Muhabbatiga yarasha ibodat qiladi. Kimdir umrasini 50 boshiga tashab ketadi, yonida sherigiga tashab ketadi. Unaqa qilmanglar, umralaring sizlarga zarur. O'zlaring bilan olib ketinglar. U sizlarda shu paytgacha nimalardadir qilgizib, nimalardadir yegizgan shayton O'zbekistonda qolib ketgani yo'q. O'zlaringda jon tomirlaringda, qon tomirlaringda kelgan. U badbaxtli ishi shundayki, 50 ga kirgan odamning ustida 40 yillik nimalardadir qilgizgan, nimalardadir yegizgan, digizgan ishi bor. Sizni bugun Alloh taolo gunohdan poklanib, yangi onasidan tug'ilgan kuningizdaqa bo'lishingizni xohlamaydi. Kibringizni jo'shtiradi.